Eng keyingi farzand bo'lsang nimalar bo'ladi? Ota-onang bor paytda eng zo'ri sensan. Lekin ular ishga ketishi bilan seni xo'rlashadi. Ko'ngilligi nima xolasa o'shani qilishadi. Xolasa daraxtga chiqarib yuborishadi. Katta oping o'yindan qolgan narsalarni, o'rtancha oping katta opingdan qolgan narsalarni kiyadi. Sen bo'lsa o'zingga yangi oldirasan. Qarindoshlaringna faqat seni o'pib yalashadi. Opalaring bilan ularni bo'shimish yo'q. Mehmonlar oldida faqat senga ovqatlanish mumkin. Agar opachalaring nimadir yeb qo'ysa, bormi? Kichkina bo'lishi yomon tomoni, oying opalaringga yetib ketgan ishi ham opalaring senga qildirishadi. Adem borligida hamma sen xohlagan narsani ko'radi. Lekin opalaring bilan qolsang, seni xohish fikrlaringga ikki kishilashib tupurishadi. Tug'ilgan kunlaringlar ham bir-biridan farq qiladi. Masalan, katta opingda. Qizim, oilaviy yig'ilib senga mana shu sovg'ani oldik. Mana pulga yedim, mitim. Ha, naski berishadi. O'rtancha opani tug'ilgan kunida bo'lsa, hamma jinini yoqib uxlab yoradi. Seni tug'ilgan kuning bo'lsa, shohona o'tadi. Qizim, katta bo'lganda qiynalmasliging uchun senga Iskandar biznesdan mezbon loyihasidan uy oldik. Amalga 18 yoshga kirganda nima berasizlar? Erga beramiz. Ularda hozir onlayn sotuv yo'lga qo'yilgan. Dunyoning любой chekkasidan turib uy sotib olish mumkin. Hammasi oson va qonuniy. Qisqa qilib aytganda, adin o'yini oldida erkatoy haqiqiy oqsuyak bo'lasan. Ikkita oping bilan bo'lganingda xizmatkor, qul, yordamchi va ular senga nima laqab qo'ysa o'shasan. Mana mashina olaylik, men Vanga nima vlogger bo'lganman, bilaman, pishiq chiqadi. Umid aka, men do'dam madasi laqab tarus topar bo'lgan mashina zo'rman, bilaman. Mashina olsangiz senga o'xshab oppoq chiqadi, mana buni olaylik, menga o'xshab qizil chiqadi, qarang. Umid aka, mashina sizga o'xshab qizil chiqadi, men bilaman, menga ishoning. Men aytganimni qilmash, pishiq chiqadi. Umid aka, men oshxonada qo'yaman. Umid aka, mana men bugun ishdan olaylik. Nariyoda shuni arzonroq ko'rdik. Mashina Umid aka usilib yotibdi. Bir xil seni yurgin kelmayapti prosta. Mendagi sal qo'rqganim yo'q, rostdan mashina Boshqa mazasi. arzon ko'rsiz-chi. Nima farqi bor? Mashina. Omaylik, yurishda olaylik. Mashina omaylik, yurishda olaylik. Shu yerdan olsa ichi narsalarni? Korzinkada har kim xo'jayin bo'lishi mumkin. Singling bo'lsa nimalar bo'ladi? Mashina qursin, qo'rqib ketdim. Endi seni quling bor, yordamching bor. Undan ko'p maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Noza! Noza! Nima? Pul ber. Men magazinga chiqib kel. Kirlarni yuv. Jaz erkib ketsang, topib miyasini qotirasan. Mana qara. Umuman bolalar bilan gaplashma. Bu hayotda eng qilgan xato ishing o'sha bilan gaplashganing bo'ladi. O'tgan qaytganda turtib tepib o'tsang bo'ladi. Ja foydasi tegmay qolsa, oldinga o'tkazib olib dardingni aytsang bo'ladi. Hali men erga tegib ketaman, o'shanda qadrimga yetasan. Uydagi ishlarni kelishib qurasizlar. Nimaga idishlarni yuvmading? Yuvmoqchi edim, lekin bunda o'ylab qarasam, kecha kech keldingiz-a? Shuni oyimga aytsammi? Borya qol, o'zim yuvaman. Qizim sovchi keldi. Hozirjon choy olib kiraman. Sanga emas, seningga keldi. Nozimaga qara. Kakras bo'yani bo'lsa, yigitimga rasming tashavorlarim, va farqimizga bormaydi-yu. Ozgina bo'lsa ham hurmat qilib opa deb chaqiradi. Opa, zarachigim berib tur. Opa, senga nima olib kelay? To'ydan keyin qayerda yashaymiz? Xo'troq, u yopib qo'yganman Iskandar bildingizdan boshlanish to'lovini qildim. Endi 36 oyga 4 million 600 mingdan to'lasak bo'ldi, alohida chiqib ketadi. Voy, o'ziga o'xshagan keziymi? Kim bu? Bilmadim, bir gadoy-padoy bo'lsa kerak-da, borga qol jo'na. Ha, senga o'xsharkan-a? Ko'chada bir xil kiyinib ahil yurishinglarga hammani havas keladi. Uyda esa Yurishni boshlaganimdan beri ishlatasan. Oya, ada nima qilyapsizlar? Oyijon, odajon bilan TikTok olamiz, ishing yoping. Ada siz nima taqib oldingiz? Kelin majbur qildi bola. Voy, o'rgilib ketdi, xush kelibsizlar. Qani mehmonlar dasturxonni olib o'tiring. Yemanglar. Bitta video olaylik, yurasizlar. Oyijon, buni nima qilganingiz qo'yingmi, o'zim qilaman. Voy, qanday yaxshi baraka. Bo'ldingmi? Ketdik. Oyijon, qo'ying. Hammasi mayli-ku, bu nima qilyapti endi o'rtamizda? Voy, bu ketsa kim video oladi? Ovur.
Ana podpischilar, biz erim bilan ajrashyapmiz. Qodir aka sizga hammasi uchun rahmat aytaman. Oyi chinni bossizmi? Shu yoshda adam bilan ajrashib barobarmi endi? O'chir ovozingni, zo'r PR bo'ladi, ko'tarinlik ko'taramiz. Bos xotin. Zebo, mana odamlar eriga o'xshab xotinimni qo'lidan ovqat yey. Ama qilib bo'ldim. Nima qilding? Zakaz qilib bo'ldim. Xos keladi. Ana keldi. Mana Aksumili va Yevropa taomlari bor zo'r restoran. O'shandan zakaz qildim. Ovqatlari shunaqa mazali, dastavkaligi ham bor. Rosa tez olib berishadi, qarang. Borib ovqatlansa ham bo'ladi. Toshkent bo'ylab 4 ta filiali bor. Bo'pti, yur ovqatlanib oling. Adaqa ketyapsizlar. Qoraqalpoqqa piyoda ketyapmiz. Zo'r PR bo'ladi, ko'tarilib ketamiz. O'zbekistonda qish keldi degani bu ertalab qorda sirpanib, qaytishda loy bosib kelish. Ertalab qalin kiyinib chiqib ketib, obedda shu og'ir kiyimlarni yoqtirmay ko'tarib kelish. Qish keldi degani bu oying bo'g'izlab shapka kiydirib yuborishlari. Endi qutulib qochdim deganingda oying ikkinchi bosqich sharf o'rashga o'tadilar. Oyi, shapka kiydim, sharfman bor. Endi kurtka kiyasan. Oyi, palto kiyganman. Qish keldi degani bu hamma storiesiga birinchi qorni qo'yadi. Xursand bo'lib ko'rishga chiqquningcha qor tugagan bo'ladi. Qish keldi degani endi hamma tanishlaringni aptekada ko'rasan. Shamollashga qarshi dori kimga ekan? Menga. Lekin hamma shamollasa ham oying shamollamaydi. Chunki men Supradin immunoychaman. Immunitetimni oshiradi. Tarkibida vitamin C, D, sink ham bor. 3 ta tomonlama himoya. Senlarga ichsam ichmaysanlar. Ajab bo'pti. Bizga ham bering. Mana ichlaring. Shuni ichsang shapka kiyishingiz kerak bo'lmaydi? Shapkani shu bilan mayda yechasizlar. O'zining bilan bir vaqtda homilador bo'lsang nimalar bo'ladi? Endi ikkalaylar ham ishlamasdan qaynonanglarni ishlatsanglar bo'ladi. Yetmaganiga ikkalaylarga ikki xil narsa yoqadi-yu. O'sinjon, kirlarni yuvishga yordam berarsiz balkim. Voy, homiladorman-de. Voy, qarang, bilmayman. Qarangchi, men ham homiladorga o'xshamayapmanmi, mabodo? Balki siz semirgandirsiz, prosta tekshirib ko'ramizmi? Oyjon, ota hovli muhitiga boshqarog'i bo'ldim. Borib kelsam bo'ladimi? Voy, aylanib ketay, boring. Oyjon, men Fransiyadagi Eyfel ishidagi boshqarog'i bo'lganman, bormasam bo'lmaydi. Eyfel? Mana Eyfel ham tunukadan yasalgan. Mana, hidlab yurasiz. Yaxshi tomoni, ering endi bitta o'zi narsa qidirmaydi. Siz nimaga chiqaryapsiz eringizni? Balchiq hillagim keldi, o'zingizcha. Ha, endi bahorda yo'q narsa shu tarvuzdek. O'ziga yegim ham kelyapti, prosta ovora qilishmasdi-da. O'sinim o'zi hamisha o'ziga qolib ketmasligi uchun homilador bo'lib oldi. Men nima qilsam shuni qilyapti. O'sinjon, kechasi qanaqa qilib yotibsiz? Siz ham tifotdimi bolangiz? Qanaqa ko'tarib yuribsiz buni? O'zi nima ichibsiz? Elivit ichyoman. Homiladorlikda kerak bo'ladigan hamma vitamin va minerallari bor. Sizga ham foyda, bolangizga ham foyda. Buni ichsangiz, xudo xolasa bolangiz to'g'ri rivojlanib, sog'lom tug'iladi. Siz ham iching. Endi butun mahallani qiladigan bittagina ishi bizani tug'ishimizni kutish. Qachon tug'asizlar endi? Tug'a qolinglar endi. Xo'p, tug'amiz. Voy, sizni qoningiz vahshiy katta ekan. Ikkita tug'ing. Bo'ldi, shunaqa qilaman. Nima qilishni bilmay yuruvdim-da. Ana hammasi tugadi. Bir amallab qutulib oldik. O'zi ham bir kunda farzandinglar 3 kiloyi 200 tug'ildi. Farzandinglar baquvvat va sog'lom. Chunki oyijon bizga elivit ichirganlar. Shu elivit oyim paytlarda bo'lganda bormi? Men ham sog'lom tug'ilardim. Tak. O'rta uzurmasam bilan endi o'rta bo'la olmayman. Nimaga jinnimisan? Chunki men o'zingga karsga o'xshagan dugona topdim. Anasiya! Kim aynatibdi buni? Saramyon yoqtirmasding-ku? Karslarga o'xshashim kerak, ular yeydi-ku. Sen daramni ko'rmasding-ku? Koreyaga borganimda qaysi daramni yaxshi ko'rasan deb so'rab qolishsa nima deyman? Shuni yeb yuzingga narsa toshib ketib yemagin. Karslar shunaqa hayot kechiradi, o'rganishim kerak. O'z darama ko'rib yuzim ham karslarga o'xshab ketadi, qara. Voy, darsdan qo'shganmiz, suv ushmasmikin? Karis! Karis! O'zingni bos. Karis mana! Chinchi bitta karismisiz? Oy, qardasmi qazoq bo'g'oy? Nima maqsadda kredit olasiz? 20-da Abu Dabida BTS konserti ekan, o'shanga tushmoqchiman. Keyin qanaqa to'lamoqchisiz pulni? Ma'lum ishi bor, uy sotib olamiz. 내 이름은 제보예요. Neydimin chimiyo. O'rta balki kerak emasdir shu Koreya. Mani karslarimga tiltek qizma. Kontaktlarimni karscha qildim, chexolimni karscha qildim, aboyimni karscha qildim. Yana nimani karscha qilsam ekan, Instagramimni qilaman. Bo'pti, ketdim. Voy, bu nima kiyim? Toming ketganmi, qizim? Toshini nima shoshiging?
so'kmadi. Buyoqga nima keldi o'zi? Yunusobod 16-kvartal ro'parasida joylashgan Iskandar Building'ning yangi mezbon loyihasida uy oldim. Hamma qulayliklar bor ekan, undan tashqari to'lov usullari ham rosa zo'r ekan. Masalan, 100% to'lovini qilib olsang, senga kvota skidka qilib berishar ekan. Nima bo'ldi? Viza berishmadi. Bo'ldi. Men endi Turkiyaga ketaman. Men o'zi turk qiziman. Merhaba, günaydin. Sendan sadece dikkat istedim. İstedim Oppan Gangnam Style. Zakirova, qo'lingni to'g'ri qilib o'tir. Nimaga shu ustoz senga yopishib olgan? Sani kelin qilmoqchi bo'lgan o'qituvching. Mana mana shu qizga seni uylantirmoqchiman. Qo'ying, oyi, o'zi tanimagan qizingizga meni uylantirmoqchimisiz? Ye, o'quvchim 2 yildan keyin maktab bitiradi. Zato o'zim kontrolga olganman, yo'q qo'ymaysan. Hamma o'g'il bola, qiz bola o'tirasan. Sen bu bilan o'tirasan, sen Ravshan bilan o'tirasan. Zakirova, sen o'zing o'tirasan. Zakirova nima qilib ketdi? Norin. Ha, yaxshi tishlari ham yaxshilab o'rgatgan o'qituvchisi. Zakirovaga 3 qo'yib yuborasiz, ustozi. To'rga tortadi-ku. Hozir unga yaxshi baho qo'yadigan bo'lsangiz, o'qishga qiziqib qoladi. Insta kiraman deydi. Menga unaqa qiz kerak emas. Men o'zim kelin qilmoqchiman. Ana yuziga ham 3 qo'ydirib kelaman. Qo'yib yuboribsiz-chi? Zakirova, doskaga chiqing. O'zbekiston madaniyati juda ham qadimiy tarixga borib taqaladi. Qadriyatlarimiz Boshini yurar ekan yaxshi. Bu meni o'g'lim Iskandar Buildings'da yangi mezbon loyihasidan uy olgan. Aytmoqchi bo'lganim, kimni kelin qilsam alohida chiqara olaman deydi Zakirova. Zakirova, sen qolasan. Voy, ustoz nima ish qildimi? Hamma bola ketvasin, keyin keturasan. O'g'lim rashk qiladi. Zibo, maktabimizgacha sovchilik kelishibdi. Sani sinfingni so'rashyapti. Yo'q, qani yuring-chi. Mana qiz qanaqa? Juda yaxshi oiladan to'g'ri tanlov. Bunisi-chi? Bu ham rosa odobli, aqlli qiz. Bunisi-chi? Yo'q, buni kelin qilmaylar. Tishini yuvmasdan keladi. Maktabdagi hamma bolalar bilan gaplashib turishgan. Qo'rovlarga ham qolmaganlar. O'z damas taqatmaydi. Hamma damaschilar bilan gaplashgan. Umuman buni kelin qilmaylar. Astag'firullah. Kim shu qizni kelin qilar ekan? Hattoki tishini ham yumasa ekan bu. Voy, nima hamma meni yomonlab ketyapti? Endi meni kim kelin qiladi? Xafa bo'lma qizim, men seni kelin qilaman. Rostdan kelin qilasizmi? Men kelin qilmasam seni hech kim kelin qilmaydi, bilib qo'y. Nomerimni so'ramoqchisiz, a? Yo'q. 99 marta takrorlayman. 103 kun o'tsa ham, 65 marta yalinsiz ham, 45 marta iltimos qilsiz ham bermayman. Yo'q, menga nomersiz kerak emas. Sovchi jo'nataman deb ovora bo'lmang. Meni Yunusobod 5-kvartalga umuman aloqam yo'q. Uyingizga borish niyatim yo'q. 75-dom bizanikiligini bilganingiz bilan borib o'tirmang. Yo'q, siz to'g'ri tushunmayapsiz meni. Instagramim ham yo'q. Yo'q, siz bizani do'kondan kola oldingiz-ku. Ha, siz bo'lsa fanta olgan edingiz. O'sha kolaning butilkasini tashlab ketdingiz. Ha, endi mana shunaqa aqlli qizman-da, qo'yib ketish kerakligini bilaman. Tashlab ketganingiz uchun sizga pul berishim kerak edi mana. Do'konimizga yana kelib turing, men fanta ichaman, siz kola ichasiz. Pulingizni bir qismini qaytarib beramiz. Zo'r-ku. Bu juda ham ajoyib, foydali va mazali. Kelib turing. Oyijon, shu yerda yangi kiyim zakaz qilganingizni shunday kirib olaylik. Ha, hozir kirasiz, olasiz. Sizga to'g'ri kelmaydi razmer. Uyda yotadi. Meni o'g'lim pulini kim kemiryapti? Yo'q, oyijon, bu yerda kiyib ko'rib olsa bo'ladi. Yuring. Farosatingiz yo'ligini bilardim. Bunchalik o'lik tug'ilgan deb o'ylamagandim. Ofisda kiyinasizmi? Oyijon, xotiroming, qarang, kiyinish xonalari bor, qulflanadigan, yop-yorug' xotiroming. Ha, o'l. Hamma narsa gap topyapti. Qani bitta ko'raylikchi nima kiyarkan bu. Mana oyijon, lop-loyiq, agar to'g'ri kelmaganda ham almashtirib berishardi. Shunaqa qilib o'g'lim pulini yeysizda. Nega oyijon, hozir uzun marketda chilla bazar savdosi bo'lyapti. Bolalar mollari, kosmetika, ayollar kiyimlari va boshqa ko'plab narsalarga 70% skidka bor. Barcha chilla fashion faqat uzun marketda. Ha, yo'q, bo'pti, narsalarni olib chiqib keting bu yerdan, gap qaytarmang menga. Nimaga chiqarib yubordilar? Olgan narsalarim yo'qmadimikin? Aqlli qiladi. Sizlar hozir kelinim zakaz qilgan narsalarimizga ham zakaz qilib bering. Aksiya ketayotgan ekan, faqat kelinlar chiroyli yuradimi? Qaynolarim chiroyli bo'lsin.
Singling bo'lsa nimalar bo'ladi? Mashinang qursin, qo'rqib ketdim. Endi sani quling bor, yordamching bor. Undan ko'p maqsadlarda foydalansa bo'ladi. Noza! Noza! Nima? Pul ber. Men magazinga chiqib ket. Men kirlarni yuv. Gaz zerikib ketsang topib miyasini qotirasan. Maya qara. Umuman bolalar bilan gaplashma. Bu hayotda eng qilgan xato ishing o'sha bilan gaplashganing bo'ladi. O'tgan qaytganda turtib tepib o'tsang bo'ladi. Ja foydasi tegmay qolsa oldinga o'tkazib olib dardingni aytsang bo'ladi. Hali men erga tegib ketaman, o'shanda qadringga yetasan. Uydagi ishlarni kelishib qurasizlar. Nimaga idishlarni yuvmading? Yuvmoqchi edim, lekin bunda o'ylab qarasam, kecha kech keldingiz-a? Shuni oyimga aytsammi? Bor yo'q, o'zim yuvaman. Qizim sovchi keldi. Hozirjon choy olib kiraman. Sanga emas, seningga keldi. Nozimaga qara. Как раз bu yana bo'lsa yigitimga rasming tashavorlarim bor, farqimizga bormaydi-yu. Ozgina bo'lsa ham hurmat qilib opa deb chaqiradi. Opa, zarachigim berib tur. Opa, senga nima olib kelay? To'ydan keyin qayerda yashaymiz? Xo'roman, u yopib qo'yganman Iskandar Bildingizdan boshlanish to'lovini qildim. Endi 36 oyga 4 million 600 mingdan to'lasak bo'ldi, alohida chiqib ketadi. Voy, o'zga o'xshagan keziymi? Kim bu? Bilmadim, bir gadoy-padoy bo'lsa kerak, bor yo'q qo'ljana. Senga o'xsharkan-a? Ko'chada bir xil kiyinib ahil yurishinglarga hammani havas keladi. Uyda esa Yurishni boshlaganimda